Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'r uchun, har bir oila uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz yoki yaqinlaringiz nafaqa olsangiz, ushbu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Negaki, aprel oyining oxirigacha bajarilishi lozim bo'lgan bir muhim jarayon bor. Agar ushbu muddat o'tib ketsa, jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Bu nafaqat bir oylik puldan mahrum bo'lish, balki keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzoq muddatli muammolarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu videoni ko'proq insonlarga yetkazishga yordam beradi va ularning pulini yo'qotishdan saqlab qoladi. Ishoning, hozir aytadiganlarim har bir so'm uchun muhimdir. Muammoning mohiyati, avvallari nafaqa tizimi qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalgi tizimda qadrli tomoshabinlar, nafaqa olish jarayoni ancha sodda va ba'zi jihatlari bilan eskirgan edi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun nafaqa puli pochta orqali yana uyma-uy tarqatilgan yoki bo'lmasa Xalq bankining kassalaridan naqd pul shaklida olingan. Bunday tizimning o'ziga yarasha afzalliklari bor edi. Masalan, yoshi katta texnologiyalardan uncha xabardor bo'lmagan insonlarga qulaylik yaratardi. Ular har oy o'z uyida nafaqa olardi yoki shahar markazidagi bankka borib pulini yechib olardi. Bunda nafaqaxo'r haqida ma'lumotlar bazasi asosan qog'oz shaklida yuritilardi. Ma'lumotlarni yangilash, ya'ni manzilingiz o'zgarganda, familiyangiz o'zgarganda yoki boshqa biror o'zgarish bo'lganida pensiya jamg'armasiga shaxsan borib murojaat qilish talab etilardi. Bu jarayonlar sekin kechar, ba'zan bir necha haftagacha cho'zilib ketardi. Ammo bugungi kunda vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat nafaqa tizimini raqamlashtirish va uni yanada shaffof, tezkor hamda adolatli qilish yo'lida bir qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Ushbu o'zgarishlarning asosiy maqsadi nafaqa oluvchilar haqidagi ma'lumotlar bazasini doimiy ravishda yangilab borish, ortiqcha sarflarni oldini olish va eng muhimi, nafaqa to'lovlarining o'z egasiga aniq va to'g'ri yetib borishini ta'minlashdir. Bu o'zgarishlar bilan bir qatorda har yili xususan bahor oylarida nafaqaxo'rlar uchun ma'lum bir nazorat nuqtasi belgilandi. Bu nazorat nuqtasi, ya'ni aprel oyining oxirgi sanasi nafaqaxo'rlarning ma'lumotlarini tasdiqlash yoki yangilash uchun belgilangan muddatdir. Bu muddatning asosiy sababi ma'lumotlar bazasidagi eskirgan, noto'g'ri yoki mavjud bo'lmagan ma'lumotlarni aniqlash va ularni tartibga solishdan iborat. Masalan, vafot etgan shaxslarga nafaqa to'lanishini oldini olish, manzilini o'zgartirganlarning ma'lumotlarini yangilash, shuningdek, bank kartasi muddati tugagan yoki yo'qolgan holatlarni aniqlashga qaratilgan. Bu jarayonni o'tkazib yuborish to'lovlar vaqtincha to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Chunki tizim sizning haqiqiyligingizni tasdiqlamaydi. Eski usullar orqali olgan bo'lsangiz ham, endilikda sizdan faol ishtirok talab qilinadi. Birinchi asosiy qism nima bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Xo'sh, bu yerda eng muhim narsalarni batafsil tushuntiraman. E'tibor bering, bu har biringiz uchun alohida ahamiyatga ega. Nima bilishingiz kerak? Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, har yili nafaqa oluvchilarning ma'lumotlari tekshiriladi. Bu tekshiruvning maqsadi davlat resurslaridan oqilona foydalanish va nafaqalar faqatgina tegishli shaxslarga yetib borishini ta'minlashdir. Aprel oyining oxirgi sanasi bu yilgi tekshiruvning muhim bosqichi hisoblanadi. Agar sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi tizimida eskirgan, noto'g'ri yoki tasdiqlanmagan bo'lsa, sizning nafaqa to'lovlaringiz vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu degani, may oyidan boshlab pulingiz sizning hisobingizga tushmaydi yoki pochta orqali yetkazib berilmaydi. Pulni qayta tiklash uchun esa keyinchalik qo'shimcha hujjatlar to'plash va ko'proq vaqt sarflashga majbur bo'lasiz. Shuning uchun hozir aprel oyining oxirigacha sizning ma'lumotlaringiz dolzarb va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Kim xavotir olish kerak? Bu savolga javob berish juda muhim, chunki hamma ham bir xil darajada xavf ostida emas. Biri, yoshi ulug' va texnologiyalardan uzoq bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar siz mobil telefon yoki internetdan foydalanmasangiz, yangiliklardan bexabar qolishingiz mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, qarindoshlari yordam bera olmaydigan shaxslar uchun bu juda muhim. 2. Manzilini yaqinda o'zgartirganlar. Agar siz bir viloyatdan boshqasiga, bir shahardan ikkinchisiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, lekin yangi manzilingizni pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz eskirgan hisoblanadi. Pochta orqali nafaqa oluvchilar.
Ba'zi qishloqlarda yoki uzoq hududlarda yashovchi nafaqaxo'rlar hali ham nafaqasini pochta orqali oladilar. Ularning ma'lumotlarini yangilash yoki tasdiqlash uchun ko'proq e'tibor talab qilinishi mumkin. 4 bank kartasi muddati tugagan yoki yaqin orada tugaydiganlar. Agar siz nafaqani bank kartasiga olsangiz, kartangizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Agar muddat o'tgan bo'lsa, pul kartaga tushmaydi. Bu esa may oyidagi nafaqaning ushlanib qolishiga sabab bo'ladi. 5. Uzoq muddat davomida davlatdan tashqarida bo'lganlar. Agar siz bir necha oy yoki bir yildan ortiq muddatga O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, sizning nafaqa to'lovlaringiz ham to'xtatilishi mumkin. Davlat sizning tirik ekanligingizni va nafaqa olishga haqli ekanligingizni tasdiqlashni istaydi. 6. Bir necha yildan beri pensiya jamg'armasiga umuman murojaat qilmaganlar. Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan beri ma'lumotlaringizni hech qachon yangilamagan bo'lsangiz, tizim sizning ma'lumotlaringizni tasdiqlashga ehtiyoj sezishi mumkin. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Bir yaqinda nafaqaga chiqqanlar. Agar siz oxirgi 6 oy ichida nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringizni to'liq topshirgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz yangi hisoblanadi. 2. Davlat xizmatlari markazlari orqali muntazam ravishda ma'lumotlarini yangilab turuvchilar. Agar siz muntazam ravishda, masalan, har yili bir marta ma'lumotlaringizni tasdiqlab, pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lib tursangiz, xavotirga o'rin yo'q. 3. Bank kartasi orqali nafaqa oluvchilar va kartasining muddati hali tugamaganlar. Agar sizning bank kartangizning amal qilish muddati 2025-2026 yillarda yoki undan keyin tugasa, hozircha sizning kartangiz bilan bog'liq muammo yo'q. Endi esa ushbu holatlarga oid bir nechta aniq misol keltiraman, raqamlar bilan tushuntiraman, toki vaziyatni to'liq tushunib yeting. Birinchi misol. Opam Sarvaroyning ahvoli qishloqda yashovchi 7 yoshli opam Sarvaroyni olaylik. Uning mobil telefoni yo'q, internetdan umuman xabari yo'q. Nafaqa pulini har oy pochta orqali uyiga yetkazib beradigan pochta xodimlaridan oladi. Opam Sarvaroy uchun bu yangi qoidalar haqida bilmasligi juda katta muammo tug'dirishi mumkin. Uning manzili o'zgarmagan bo'lsa ham, pensiya jamg'armasi uning tirikligini va nafaqa olishga haqligini tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Agar opam Sarvaroy aprel oyining oxirigacha yaqinlari yordamida pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z ma'lumotlarini tasdiqlamasa, may oyida uning 1.300.000 so'mlik nafaqasi kelmaydi. Bu pul uning bir oylik dorilarga, oziq-ovqatiga va boshqa ehtiyojlarga sarflanadigan asosiy daromadi hisoblanadi. Nafaqasi to'xtatilgandan keyin uni qayta tiklash uchun yana bir necha hafta vaqt ketadi. Bu esa uning jami 1.300. 1.000 so'm mablag'idan kechikish yoki hatto o'sha oy uchun mahrum bo'lishi mumkinligini anglatadi. Keyinchalik qog'ozbozliklar bilan shug'ullanishi, bir necha bor borib kelishi uning salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi misol. Akam Abdulla, shaharga ko'chgan 65 yoshli akam Abdulla yaqinda 6 oy oldin Farg'ona viloyatidan Toshkent shahriga farzandlarining yoniga ko'chib o'tgan. U nafaqa pulini avval Farg'onadagi bank kartasiga olar edi. Shaharga ko'chgach, pasportini yangiladi, lekin yangi manzilini pensiya jamg'armasiga xabar qilishni unutdi. Hozirda uning pensiya jamg'armasi tizimidagi manzili hali ham Farg'ona viloyati bo'lib turibdi. Agar u aprel oyining oxirigacha Toshkent shahridagi tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'zining yangi manzilini ro'yxatdan o'tkazmasa, tizim uning ma'lumotlarida nomuvofiqlik borligini aniqlaydi. Natijada uning 1.600.000 so'mlik nafaqasi may oyida to'xtatiladi. U o'zining pulidan bir oy kechikishi mumkin yoki hatto keyingi oylarda ham ma'lumotlar to'liq yangilanmaguncha qiyinchiliklarga duch keladi. Bu ham qarzga kirishiga, ham oilaviy byudjetga salbiy ta'sir o'tkazishiga olib keladi. Uchinchi misol. Singlim Gulnoraning bank kartasi 60 yoshli singlim Gulnora o'z nafaqasini bank kartasiga oladi. U har oy 1.200.000 so'm nafaqa oladi. U kartasining amal qilish muddatiga e'tibor bermagan. Misol uchun, uning kartasining amal qilish muddati 2024 yil aprel oyida tugaydi. Agar u aprel oyining oxirigacha yangi karta olish uchun bankka murojaat qilmasa, uning eski kartasi avtomatik ravishda bloklanadi dedi. May oyidagi nafaqa puli uning hisobiga o'tkazilsa ham, u pulni yechib ola olmaydi. Bank pulni qaytarib pensiya jamg'armasiga yuborishi mumkin. Bu esa pulni qayta olish jarayonini murakkablashtiradi. Natijada u 1.200.000 so'm nafaqa pulidan mahrum bo'lib,
uni qayta tiklash uchun bank va pensiya jamg'armasi o'rtasida bir necha bor borib kelishga majbur bo'ladi. Bu unga ko'p vaqt va asab talab qiladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, kichik bir e'tiborsizlik katta moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu muddatni jiddiy qabul qilish kerak. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar. Qaltis vaziyatlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi, nafaqa tizimida ham ba'zi istisnolar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar nega? Kasallik tufayli to'shakda yotganlar yoki harakatlana olmaydiganlar. Agar nafaqaxo'r sog'lig'i sababli pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga borishga qodir bo'lmasa, bu holatda uning yaqinlari yoki oila a'zolari ishonchnoma doverennost asosida uning nomidan murojaat qilishlari mumkin. Bu ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. Ba'zi hollarda agar vaziyat juda og'ir bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari uyga borib ma'lumotlarni tasdiqlashlari mumkin. Ammo bu juda kam uchraydigan va alohida tartibda ko'rib chiqiladigan holat. Shuning uchun birinchi navbatda notarial ishonchnoma bilan yaqinlaringizni yuborish eng samarali yo'l hisoblanadi. Ikki, chet elda bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar nafaqaxo'r chet elda vaqtincha yashayotgan bo'lsa va O'zbekistonga aprel oyining oxirigacha qaytib kela olmasa, u elchixona yoki konsullik orqali o'z ma'lumotlarini tasdiqlash yoki yangilash uchun murojaat qilishi mumkin. Bu jarayon biroz uzoqroq vaqt olishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq bu ishni boshlash tavsiya etiladi. Ular ham konsullikda tasdiqlangan ishonchnoma orqali O'zbekistondagi yaqinlarini vakil qilib yuborishlari mumkin. 3. Texnik xatolar. Ba'zida tizimda texnik nosozliklar yoki inson omili tufayli xatolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, siz barcha hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz ham tizimda ma'lumotlaringiz yangilanmay qolishi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qilib, vaziyatni tushuntirish va dalillarni, masalan, arizangizning nusxasini taqdim etish zarur. Bunday holatlar kam uchrasa-da, ehtiyot bo'lish lozim. Qaltis vaziyatlar, pitfalls, firibgarlar. Afsuski, har qanday yangi qoida yoki jarayon firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Sizga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, go'yo ma'lumotlaringizni yangilash kerakligini aytishlari mumkin. Ular sizdan bank kartangiz raqamini, PIN kodini, yashirin 3 xonali raqamni yoki SMS orqali kelgan kodni so'rashlari mumkin. Hech qachon bu ma'lumotlarni hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari hech qachon sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Agar shubha tug'ilsa, darhol pensiya jamg'armasining rasmiy telefon raqamiga yoki bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zida yaqinlar yoki notanish shaxslar yordam berish bahonasida sizning ma'lumotlaringizni noto'g'ri kiritishi yoki sizni chalg'itishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni shaxsan tekshiring va agar o'zingiz uddalay olmasangiz, faqatgina ishonchli oilaviy yaqinlaringizga murojaat qiling. Muddatni unutish. Eng keng tarqalgan xato bu muddati tugaganligini unutishdir. Ba'zi odamlar bugun erta deb qoldiraverib, oxirida muddatni o'tkazib yuborishadi. Esingizda bo'lsin, aprel oyining oxirgi kuni o'tkash jarayon ancha murakkablashadi. Noaniq nuanslar 1. Nega bu o'zgarishlar kerak? Bu savol ko'pchilikda tug'ilishi mumkin. Aslida bu o'zgarishlar nafaqa tizimini zamonaviy talablarga moslashtirish, shaffoflikni oshirish, byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish va eng muhimi, nafaqa oluvchilarning haqli ekanligini tasdiqlash uchun qilinmoqda. Ma'lumotlar bazasini doimiy yangilab turish, vafot etgan shaxslarga nafaqa to'lash kabi xatoliklarni oldini oladi. Bu esa har bir nafaqaxo'rning puli adolatli taqsimlanishiga xizmat qiladi. 2. Raqamlashtirishning afzalliklari. Garchi bu jarayon ba'zilar uchun qiyinchilik tug'dirsa ham, uzoq muddatda nafaqa olish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi. Kelajakda ko'pchilik masalalarni uydan turib, onlayn tarzda hal qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa vaqt va asabni tejashga yordam beradi. Pensiya jamg'armasining yangi rollari. Endilikda pensiya jamg'armasi nafaqat pul to'lovchi organ, balki nafaqaxo'rlar bilan doimiy aloqada bo'lib turuvchi, ularning ma'lumotlarini kuzatib boruvchi markazga aylanmoqda. Ularning maqsadi yordam berish, shunchaki jarayonni murakkablashtirish emas. Amaliy maslahatlar, nafaqaxo'rlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy qadamlar. Nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz? Qanday hujjatlar to'plashingiz va nima yozishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman.
diqqat bilan tinglang va yozib oling agar kerak bo'lsa. Birinchi qadam o'z holatingizni tekshiring. Eng avvalo siz o'z holatingizni aniqlab olishingiz kerak. Yuqorida sanab o'tilgan kim xavotir olishi kerak degan qismga tushasizmi yoki yo'qmi? Bering, yaqinlaringizdan so'rang. Agar sizda telefon yoki internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ular sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib yoki onlayn tizimlar orqali ma'lumotlaringizni tekshirishlari mumkin. 2. Pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qiling. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limining ishonch telefon raqamini toping va qo'ng'iroq qiling. O'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni F-Aysha pasport seriyasi va raqami aytib, ma'lumotlaringiz dolzarb ekanligini so'rang. Xalq banki filialiga boring. Agar siz nafaqani bank kartasiga olsangiz, o'zingizga yaqin bo'lgan Xalq banki filialiga borib, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat aprel oyining oxirigacha tugayotgan bo'lsa, darhol yangi karta rasmiylashtirish uchun ariza bering. Ikkinchi qadam, kerakli harakatni aniqlang. Tekshiruvdan so'ng sizning vaziyatingizga qarab qanday harakat qilish kerakligini belgilab oling. 1. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, siz yangi yashash manzilingizni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. 2. Agar bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangi karta olishingiz kerak. 3. Agar siz umuman bir necha yildan beri pensiya jamg'armasiga murojaat qilmagan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz talab etilishi mumkin. 4. Agar siz chet elda bo'lsangiz va aprel oxirigacha kela olmasangiz, konsullik yoki elchixonaga murojaat qiling. 3. Kerakli hujjatlarni to'plang. Qaysi harakatni tanlaganingizga qarab, quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'lishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta asli va nusxasi. Agar mavjud bo'lsa asli va nusxasi. O'tib bank kartasi va uning rekvizitlari agar nafaqani karta orqali olsangiz. 4. Nikoh to'g'risidagi guvohnoma agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. 5. Manzilni tasdiqlovchi hujjat agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, propiska haqidagi ma'lumotnoma. 6. Isbotlovchi hujjatlar agar to'shakda yotgan bo'lsangiz, tibbiy ma'lumotnoma va notarial tasdiqlangan ishonchnoma. Chet elda bo'lsangiz, konsullik ma'lumotnomasi yoki ishonchnoma. 4. Qadam, qayerga borish kerak? Hujjatlar tayyor bo'lgandan so'ng, aprel oyining oxirigacha quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz kerak. 1. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi bu eng asosiy va to'g'ri manzil. Barcha nafaqaxo'rlar bevosita shu yerga murojaat qilishlari mumkin. Bu yerda sizning ma'lumotlaringiz tekshiriladi, yangilanadi va tasdiqlanadi. 2. Davlat xizmatlari markazlari, DXM hozirgi kunda ko'plab davlat xizmatlari, shu jumladan nafaqa bilan bog'liq masalalar DXM orqali ham hal qilinadi. Bu yerda ham siz ma'lumotlaringizni yangilashingiz yoki tasdiqlashingiz mumkin. Bu yerda navbatlar kamroq bo'lishi mumkin va xizmat tezroq ko'rsatiladi. O'tu Xalq banki filiallari agar muammo bank kartangiz bilan bog'liq bo'lsa, masalan muddat tugagan bo'lsa, siz bevosita Xalq banki filiallariga borib yangi karta rasmiylashtirishingiz kerak. Bank xodimlari sizga yordam berishadi. 5-qadam nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga yoki DXMga borganingizda sizdan ariza yozish talab qilinishi mumkin. Bu ariza odatda standart shaklida bo'ladi. Arizaning yuqori o'ng burchagida tegishli pensiya jamg'armasi bo'limi rahbari yoki davlat xizmatlari markazi rahbari nomiga, 2 o'rtada ariza, o'tim, matn qismida men F tug'ilgan sanam, pasport seriyasi va raqami, yashash manzilim, o'z nafaqa ma'lumotlarimning dolzarbligini tasdiqlashimni va agar mavjud bo'lsa, ularni yangilashimni so'rayman. Shuningdek, ma'lumotlarimning pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri aks ettirilganligini tekshirishni iltimos qilaman. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, men o'z manzilimni eski manzildan yangi manzilga o'zgartirganligimni ma'lum qilaman va shu munosabat bilan ma'lumotlarimni yangilashingizni so'rayman deb qo'shishingiz kerak. 4. Oxirida sana va imzo. Agar o'zingiz yozishga qiynalsangiz, har qanday idorada sizga bu borada yordam beruvchi xodimlar topiladi. Ulardan yordam so'rashdan tortinmang. Eng muhim eslatma, muddat. Barcha shu jarayonlarni aprel oyining oxirgi kunigacha, ya'ni 30 aprelga qadar yakunlashga harakat qiling. Bu muddatdan keyin murojaat qilsangiz, may oyidagi nafaqa to'lovlari kechikishi yoki umuman to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Esingizda bo'lsin, oldindan harakat qilish
keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha muammolardan qutqaradi. O'zingizga, yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Xulosa va yakuniy chaqiriq, qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, nafaqa to'lovlari bilan bog'liq bu kichik, ammo juda muhim masala sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Aprel oyining oxirigacha ma'lumotlaringizni tekshirish va zarur bo'lsa, ularni yangilash bu shunchaki qog'ozbozlik emas, balki o'zingizning haqli pulingizni o'z vaqtida olishni ta'minlashdir. Bu oddiy qadamlar sizni bir oylik nafaqadan mahrum bo'lishdan, ortiqcha sarsonliklardan va asabiy zo'riqishlardan saqlaydi. Shuning uchun bugungi videomizda aytilgan barcha maslahatlarni jiddiy qabul qiling. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, darhol harakat qiling. Agar yaqinlaringiz nafaqa olsa, ularga bu videoni ko'rsating, tushuntiring, kerak bo'lsa ularga yordam bering. Ularning yordamingizga muhtojligini unutmang. Birgalikda harakat qilib, biz barcha nafaqaxo'rlarimizning huquqlarini himoya qilishimiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu ma'lumot ko'proq insonlarga yetib borishi va ularning pulini yo'qotishdan saqlab qolishi uchun muhimdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.